Bizni bitta sarık sigirimiz vardı. İkildan teyaça yılda tug'ilgan edi. Yılda ham qar edi, tug'mas edi. Na go'sht qilib bo'lmas edi. Bozorga olib borsa hech kim sotib olmas edi. Dadam har yakshanba bozorga olib chiqardi. Hech kim sotib olmas edi. Yana qaytarib bo'lib kelar edi. Kunlardan bir kuni bozorga olib borib dadam sotib keldi. Uni o'rniga yana bitta sariq kalgoz sigir olib keldi. Kalgoz sigirni sog'ib sutini ichar edi, lekin sut ko'p bermas edi. Aznicha berar edi. Sariq sigirlar nimagadir ham kam sut berar edi. Qora sigirlar ko'p sut berar edi. Bizni sigirlarimiz har doim sariq bo'lar edi. Shuning uchun ozgincha sut berar edi. Xullas keyin kalgoz sigirimiz kallasi bilan urar edi. Shoxi yo'q edida shoxlolmas edi. Faqat urar edi. Shunday qilib kalgoz sigirimiz bolali bo'ldi. Biz uni